Xo'sh, bugungi suhbatga tayyormisizlar? Nega fikrimcha O'zbekistondagi ayollarning ozishi qiyinroq? Hozir hammasini tushuntiraman. Hammaga assalomu alaykum. Ismim To'rayeva Sevara, Xalqaro nutritsiologlar, Xalqaro nutritsiologlar va health coachlar assotsiatsiyasi a'zosiman va O'zbekiston valliologlar assotsiatsiyasi a'zosiman va o'zim ham 25 kilogramga ozganman. Oxirgi 2 yil ichida mingdan oshiq ayollarga ozishga yordam berganman. Ayniqsa bizning O'zbekistonlik ayollarimizga bu juda ham qiyin. Bu qiyinlikning yani eng yuqori darajalaridan biri hisoblanadi va aynan bugun men nega O'zbekistonlik ayollarimizga ozish qiyinroq ekanligi haqida sizlarga batafsil tushuntirib bermoqchiman. Birinchisi, bu albatta bizning milliy oshxonamiz, bu bizning milliyligimiz, bizning mana bu milliy ovqatlarimiz go'yoki millatimizning bir ko'rsatkichi, bir ajralmas bo'lagi hisoblanadi-da va yillar davomida shunaqa shakllanganki, biz doimiy ravishda shu ovqatlarni yeb iste'mol qilib o'rganganmiz. Bizning milliy oshxonamiz butun dunyoga mashhur, hamma bu haqida bilishadi, qanaqangi mazali chet eldan kelgan har qanaqa inson ham sizga "Wow, shunaqangi mazali ovqatlar ekan" deyshadi. O'zimiz ham buni tushunamiz. Chet elga chiqqanimizda bizning milliy taomlarimizga hech qaysi taom yetmas ekanligini tushunib turamiz, lekin tam jihatdan albatta juda ham zo'r, lekin albatta kaloriyasi ham o'ta va o'ta yuqori. Sababi yog'i ko'p ishlov beramiz va natijada bizning milliy taomlarimiz juda kaloriyasi yuqori bo'ladi. Va olimlar ham buni ta'kidlashadiki, yog'li ovqatlar, yuqori yog'li ovqatlarning qo'shimchasiga non yoki xamirli mahsulotlar qo'shiladigan bo'lsa, bu bizning ishtahamizni yanada ochiradi. Natijada siz go'yoki yeysizda, lekin to'ymaysiz. Mana shu to'yganlik hissi kechroq keladi va aynan mana shunaqa sharoitda biz o'zbek ayollarimiz ozishimiz qiyinroq kechadi. Shuning uchun ham biz o'zbekistonlik ayollarimiz shunchaki ozmaymiz. Biz go'yoki butun bir oshxona bilan kurashamiz. Sababi aynan mana shu ovqatlarni baribir har kuni ko'rasiz. Baribir kimdadir pishirasiz va ularni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yegimiz keladi. Ikkinchi sabab esa bu bizning urf-odatlarimiz. Agar siz biron bir joyga mehmonga boradigan bo'lsangiz, oldingizga albatta turfa xil ovqatlar qo'yishadi. Bundan tashqari sizni o'sha tarelkangizga yoki kosangizga ko'proq ovqat suzishadi va bizning oilalarimizda, bizning jamiyatimizda ovqat bu shunchaki ovqat emas. Bu go'yoki bir sevgi, bu go'yoki bir hurmat yuzasidan sizga mana shu ovqatlar taklif qilinadi va ana o'shanaqa payt siz qorningiz to'q bo'lsa ham voy bitta yeb ko'ring, voy bitta yeb ko'ring deb xijolat bo'lganingizdan ham albatta u narsalarni yeyishga majbur bo'lasiz. To'ringizdagi insonni xafa qilmasligi uchun yoki ular noto'g'ri tushunmasligi uchun. Yoki yana bir misol bu albatta qaynona va kelin munosabatlari. Ko'pchilik bizda noto'g'ri yo'l tutishadi va ozish uchun, o'zlari uchun alohida ovqat pishirish kerak deb o'ylashadi va aytaylik sizni qaynonangiz, "Kelin, bugun keling bir yog'liqqina manti qilib bering" deb aytsalar, siz qanaqa qilib yo'q deysiz? Albatta, yo'q, men yemayman, manti men qilmayman deysizmi? Yo'q, albatta qilasiz ana o'sha mantini. Va aytaylik 2-3 soat vaqtingiz, ana o'sha mehnatingiz, vaqtingiz ana o'sha mantiga ketgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ozgina bo'lsa-da siz undan yemoqchi bo'lasiz va noiloj albatta yeysiz. Chunki unga vaqtingiz, kuchingiz ketdi va miya albatta, "Voy, shuncha mehnat qilding shu uchun, nahotki yemaysanmi?" degan bir signal beradi va siz o'zingizni to'xtata olmaysiz. Ana keyin ana o'sha boshqa aytaylik noto'g'ri yo'nalish berayotgan insonlarni gaplaridan xamirli ovqat mumkin emas, bu mumkin emas, bu mumkin emas degan gaplarni orqasidan siz eshitaverib, o'zingizni ana o'sha manti yeganingiz uchun ayblashni ham boshlaysiz va bu esa qayta-qaytalanaveradigan vaziyat va juda ham qiyin vaziyat hisoblanadi. Sababi bunday fikrlar sizni ich-ichingizdan yeydi, sizni qiynaydi. Bundan tashqari albatta bu o'sha psixologik tomondan ham og'ir hisoblanadi. Bundan tashqari bizning katta yoshdagi insonlarimiz afsuski nega ozish muhimligini to'g'ri tushunishmaydi. Chunki albatta ular boshqacha tarzda yashashgan, boshqacha fikrlashadi va agar siz ozmoqchi ekanligingizni ularga tushuntirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta ular uchun bu, "Voy,
nima qilasan ozib deyishadi. Sababi ularning fikricha juda ko'pchilikda aytaylik, hatto oddiy misoldan o'sha agar bolacha semizgina bo'lsa, u sog'lom, zo'r bola deb hisoblanadi-da. Shuning uchun ham katta yoshdagi insonlarimizga bu narsani tushuntirish ham qiyin va bu ham albatta qiyinchilik tug'diradi. Misol uchun siz bugun yoki ertaga borib buvingizga aytaylik, buvijon, men ozmoqchiman, shunga diyeta tutmoqchiman yoki kaloriya defitsiti qilmoqchiman desangiz, "Voy, sen jinni bo'lib qolding, nima qilasan ozib? Kim ko'hlik, semiz ko'hlik, qanaqa defitsit?" deb aytishadi-da va sizga faqat va faqat mazali ovqatlar taklif qilishadi. Ularning oldida esa o'zingizni to'xtatishingiz albatta juda ham qiyin. Bundan tashqari shunaqa ilmiy atama bor. Bu pищевой ssenariy deyiladi. Ya'ni sizning ovqatlanish ssenariyingiz. Ya'ni sizning ota-bobolaringiz, sizdan oldin yashagan insonlar, aytaylik oilangizda o'rganib kelingan, yildan yilga o'rganib kelingan taomlarni har doim yeb yurgan bo'lishsa, albatta sizda ham shu ssenariy shakllanadi va mana shunaqa tarzda ovqatlanish sizga ma'qul bo'ladi va shunaqa ovqatlanmoqchi bo'lasiz. Aytaylik, o'sha yoshligingizdan siz ko'rib kelasiz, sizning oilangizda yog'li osh, o'sha somsa, mantilar, xonimlar doimiy ravishda yeyiladi va siz birdaniga xohlaysizmi, xohlamaysizmi, unidan kechadigan bo'lsangiz yoki yemaydigan bo'lsangiz, bu juda ham qiyin o'tadi. Sababi bular yillar davomida sizning miyangizda ham, ichingizda ham shakllanib kelgan paternlar hisoblanadi. Shuning uchun ham har safar siz aytaylik qiynalib diyeta tutayotganingizda, kimdir mazali narsa pishirib turganida yoki o'zingiz mazali narsa pishirib turganingizda yeb qo'yganingizda, "Men kuchsiz ekanman, men irodasiz ekanman" deb fikrlamang. Bu shunchaki sizning miyangizning bo'lgan reaksiyasi. Ya'ni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz albatta mana shunaqa taomlar, mana shunaqa ovqatlar yeyishga o'rgangansiz. Biz shunchaki shunaqa atmosferada yashaymiz. Haqiqatdan ham diyeta tutish qiyin, deyarli mumkin emas. O'zimni boshimdan o'tgan, o'zim bu haqida juda ham shu tajribaga egaman. Sababi diyeta tutasiz, qiynalasiz, o'zingizni ayblaysiz, yana diyeta tutasiz va bu tugallanmas narsa. Va eng qiyin bo'lgan sabablardan biri bu bizning jamiyatimiz. Bizning jamiyat, insonlar deymizmi, butun bir jamiyat deyish ham sal noto'g'riroq bo'lar, lekin shunaqaki aksariyat insonlar bizda eng ko'p suhbat quriladigan mavzu bu havo emas, bu boshqa bir mavzu emas, bu ayollarning tashqi ko'rinishi. Hamma o'sha o'tgan ketgan ayolning yoki boshqa bir qizning tashqi ko'rinishini doimiy ravishda muhokama qilishadi. Va hatto o'zimiz ham o'zimizning tashqi ko'rinishimizga deyarli har doim tanqid bilan qaraymiz. Go'yoki bu bizning muammomizni hal qilib beradigandek. Kiyim olishga boradigan bo'lsak, "Voy, bu kiyim menga g'alati turdi, voy, rosa semiribman." Kiyinayotganimizda yoki o'zimizga oynaga qarayotganimizda, "Voy, yana semiribman, voy, menimda bunaqa chiqibdi." Bunaqa fikrlar bizning muammomizni hal qilmaydi, shunchaki bu muammomizga yana muammo qo'shadi. O'zimiz qiynalamiz va o'zimizni ko'proq ayblashga o'tamiz. Siz hatto oynaga qarab o'zingizni, "Wow, bugun вообще zo'r ko'rinishdaman" deb ko'chaga chiqib ketayotgan joyingizda biron bitta qo'shningiz, "Voy, asalim, bugun qanaqadir charchagansiz yoki mana bu kiyimingiz uncha yaxshi turmadi-a" deyishi mumkin. Natijada sizning butun bir kayfiyatingiz buziladi. Siz o'zingizni juda ham chiroyli deb o'ylagan edingiz, lekin kimdirning mana shu didi degan gapi sizga ta'sir qilib, sizni xafa qilib qo'yadi va albatta biz xafa bo'lganimizda, stressga uchraganimizda nima bo'ladi, qizlar? Ko'pchilikning muammosi stress paytida ko'p ovqatlanish va bu aslida nima? Aslida biz stressga duchor bo'lganimizda bizda kortizol gormon kuchayadi va aynan mana shu kortizol gormon tufayli bizning ishtahamiz ochiladi. Ayniqsa xamirli, unli mahsulotlarga va shirinliklarga bizni juda katta tortuv bo'ladi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ana o'shanaqa pirojniga yoki somsaga yoki boshqa bir mahsulotga bizni juda yaxshigina tortuv bo'ladi va juda ko'pchilik bu tortuvga nisbatan bardosh bera olmaydi va o'sha yemoqchi bo'lgan narsasini yeydi, ana keyin o'zini ayblaydi. Qizlar, bu yana bir marta aytaman, bu shunchaki irodasizlik yoki boshqasi emas, bu gormonlar ishi. Bu biologiya, bu bizning organizmimiz aynan shunaqa shakllangan va unga qarshi ishlash o'ta qiyin. Agar ayol kishi yoki qiz bola doimiy stressda, faqat qanaqadir o'sha uydagi muammolarini,
o'sha er xotin munosabatlarini, qaynona kelin munosabatlarini va bolalarini hamma har xil degan gaplarda doimiy ravishda fikrlaydigan bo'lsa, unga ozgina mana shu sal dam olish, sal razryadka, sal mana shu o'zini sal yengillashish uchun narsa kerak bo'ladi. Va asosiy narsalar bu o'zbek ayollarimizni kayfiyatini ko'taruvchi narsa bu albatta ovqatlar. Bu har xil o'zlari yaxshi ko'rgan mahsulotlar. Aynan mana shunaqa ochlik bu qanaqadir sizning xarakteringiz yoki sizning irodasizligingiz, yana bir marta aytaman, bu shunchaki organizmingizning stressga bo'lgan qayta javobi. Va birdaniga agar, yana bir marta aytaman, o'sha stressga doimiy ravishda duchor bo'ladigan ayol mana shu uni kayfiyatini ko'taradigan mana shu aytaylik go'yoki yagona narsani olib tashlaydigan bo'lsak, bu ayol juda chuqur stressga kirib ketadi. Bu esa juda yomon asoratlarga olib keladi. Demak, bizning sharoitimizda ozish haqiqatdan ham qiyin. Chunki ovqatlar qiroli osh, bizning urf-odatlarimiz, qonun, katta insonlar juda katta avtoritet hisoblanadi va sizning har bir qadamingiz qanaqadir tanqid yoki muhokama ostida bo'lgan joyda ozish haqiqatdan ham qiyin, lekin buni uddalash mumkin va o'zim ham buni sinaganman va juda ko'p ayollar ham buni sinashgan va buni boshidan o'tkazishgan. Biz tushungan narsa, bizning jamiyatda dietalar tutib ozish juda ham qiyin. Chunki yana bir marta aytaman, ham tutish qiyin, ham bu yerda bo'lgan insonlarning reaksiyasi ham qiyin. Voy, diyetadami, siz nimaga yemayapsiz degan gaplarni doimiy ravishda aytish bu juda ham qiyin. Va mana shunaqa fikrlar, mana shunaqa gaplar va qiyinchiliklar shunchaki diyetadan diyetagacha yashashga sizni undaydi. Ya'ni diyeta tutasiz, buzasiz, yana diyeta tutasiz, yana buzasiz, yana diyeta tutasiz. Va bu esa albatta psixologik ham ta'sir qiladi. Bundan tashqari diyetalar bizning metabolizmimizni sekinlashtirishga va sog'lig'imizdagi juda ko'p muammolarga olib keladi. Natijada kerak bo'lsa diyetani tashlab yuborganingizdan keyin tashlagan vazningizni yanada ko'proq yig'ib kelasiz. Xo'sh, unda diyetalarsiz ozish mumkinmi? Hamma narsa yeb turib, biz yaxshi ko'rgan mahsulotlardan voz kechmagan holda, o'zimiz yaxshi ko'radigan shu mahsulotlarni yeb turib ozish mumkinmi degan savolingizga va juda ko'p kommentariylarda bo'lgan savollarga javob bermoqchiman. Albatta mumkin. Faqat mumkin, balki juda ko'p ayollar buni boshidan o'tkazishyapti va shunaqa o'zgarishlarni o'zida ko'rishyapti. Xudoga shukr, shuncha ayollarning ozishiga sababchi bo'lyapman. Albatta bu hammasi Xudoning izni bilan, lekin meni ham sababchi qilganiga juda ham xursand bo'laman. Meni ozish tizimim kaloriya defitsitiga asoslangan. Kaloriya defitsitida siz o'zingizni cheklashingiz shart emas. Albatta o'zingiz yaxshi ko'rgan mahsulotlarni to'g'ri mahsulotlardan tashkil topgan to'g'ri ratsion tuzishni o'rganishingiz bu juda ham muhim. Sababi ham sog'lom bo'lasiz, ham qiynalmaysiz, ham bundan tashqari o'zingizni na psixologik tomonlama, na o'sha sog'liq tomonlama qiynamaysiz. Sababi juda ko'p diyetlarda siz soch to'kilishga ham olib keladi, hays yo'qolishga ham olib keladi va kaloriya defitsiti usulini to'g'ri agar bajaradigan bo'lsak, bu nojo'ya ta'sirga ega bo'lmaysiz. Juda ko'pchilik kommentariylarda so'ragani uchun men bu safargi videoyimda bu haqida ham gapirib o'tishga qaror qildim. O'zingizning to'g'ri kaloriya defitsitingizni aniqlab olib, to'g'ri ratsion tuzish, makro va mikronutriyentlar nima ekanligini, ularni to'g'ri taqsimlashni, to'g'ri sog'lom ozishni o'rgatishga yordam beradigan mening marafonim bor. Ozish formulasi deb nomlanadi va mana shu formulani siz qo'lga kiritganingizdan keyin siz qiynalmasdan hamma narsa yeb turib ozishni o'rganasiz. Marafonimning shiori burgerlar yeb ozamiz. Marafonda sizda juda ko'p video darsliklar bo'ladi. U yerda mayda chuydasigacha sizga kaloriya defitsiti nima, uni qanday tutish kerak, makro va mikronutriyentlar, emotsional ochlik, bundan tashqari juda katta darsliklar kiritganman. Bundan tashqari marafon jarayonida sizda mendan qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Malakali kuratorlar bo'ladi. Ular sizni hamma savollaringizga javoblar berib o'tishadi. Bundan tashqari doimiy ravishda men shu narsani aytaman, bironta savolingiz sizlarni javobsiz qolmaydi. Sababi kuratorlar doimiy ravishda sizga ko'p informatsiyalar berib o'tishga harakat qilishadi. Bundan tashqari o'zim ham har hafta jonli efirlar o'tkazaman. U yerda biz sizlar bilan jonli chatda suhbatda bo'lamiz. Bir oy davomida siz bemalol 3 kilogramdan 10 kilogramgacha sog'lom, qiynalmasdan diyetalarsiz ozishingiz mumkin bo'ladi va sizni qo'lingizdan ushlab ana o'sha orzularingiz, orzungizdagi qomatingiz tomon Xudo xohlasa yo'naltiramiz.
qilamiz. Marafonda menyu bo'lmaydi. O'zingizga alohida mahsulotlar, alohida ovqatlar, alohida bozorliklar qilishingiz kerak bo'lmaydi. Uyingizda bor mahsulotlardan ozishni o'rgataman. Uyingizdagi bor ovqatlardan ozishingiz mumkin bo'ladi va bu esa sizga ham cho'ntagingizga foyda. Bundan tashqari, agar qaynonali, qaynotali joylarda yashaydigan bo'lsangiz, voy bu kelin o'ziga alohida ovqat pishiryapti, nega degan fikrlardan o'sha uzoqroq yurasiz va bu sizga juda katta imkoniyatlar ochishga yordam beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi bitta obed narxi 250 ming so'm. Buni ichida aytgandek juda ko'p video darsliklar bo'ladi, mashqlar to'plami bo'ladi, mendan retseptlar to'plami bo'ladi, bundan tashqari kuratorlar yordami bo'ladi, mendan jonli efirlar bo'ladi, guruhlar bo'ladi. Guruhlarda siz o'zingizga o'xshagan ozayotgan ayollaringning qo'llab-quvvatlashiga ega bo'lasizlar. Mana videoni tagida men administratorga silkani qoldiraman, havolani qoldiraman. Ustiga bosib administratorga ozish deb yozishingiz mumkin. Administrator sizlarga batafsil ma'lumot yuboradilar, barcha savollaringizga javob beradilar. O'sha marafonni to'liq dasturini yuboradilar. Faqat muhim iltimos ayol qizlar kommentariyga marafon deb yozmanglar. Chunki kommentariyga yozsanglar, men sizga afsuski yoza olmayman. Aynan administratorga yozishingizni tavsiya qilaman. Aynan o'shanda administrator sizlarga juda ham tezgina marafon dasturini yuboradilar. Juda ko'pchilik Sevara marafoningiz bormi, kursingiz bormi deb so'ragani uchun bu haqida ham aytib o'tishga qaror qildim. Sababi savolinglar javobsiz qolishini xohlamadim. Demak, bugungi videomiz tugadi. Shu bilan o'ylaymanki, har bir ayol qiz, ozish yo'lidagi ayol qiz, O'zbekistondagi ayol qiz albatta xohlagan vazniga erishishga, xohlagan qomatiga erishishga juda ham xohlayman o'zim ham va albatta bu narsaga sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Savollaringiz qolgan bo'lsa, kommentariyda yozinglar. Keyingi videolar qanaqa mavzuda bo'lishini xohlashinglarni albatta yozib o'tinglar. Juda ham xursand bo'laman. Sog'-omon bo'linglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman.